Bugun men oddiy Minecraft o'ynaman, lekin bizning o'rmonimizda sirena kalla paydo bo'ldi. Men bu ishni qila olamanmi yo yo'qmi? Videoni oxirida bilib olasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, tezroq obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Va bu modda qayerdan olganimni videoni oxirida bilib olasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Unday emasam biza boshladik. Yana bir bor barchalarga assalomu alaykum. Boya aytganimdek, sirena kallani mag'lub qilishga harakat qilamiz. Albatta 100 ta likedan keyin buni ikkinchi qismini olamiz. Tezroq like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Unday emasam biza boshladik. Hozirgina mana bu yerda turgan edi sirena kalla yo'qolib qoldi. U har doimdagi qachqurunga keladi va biza eng changalzordagi o'rmondagi eng baland daraxtamiz desa ham bo'ladi. Eng baland daraxtda turibmiz hozir. Past qaranglar. Hozir bitta qorin topib olaylik va pastga tushamiz. Hamma yoq tumanmi nima balo? Sirenali ko'rinmayapti. Bu qachqurundan kelsa kerak obunachilar. Hop, bu yerda qorin tushamiz endi. Yo'q, tushib ketaylik. Xullas, mana ustiga sakraymiz. Yo'q. Bismillah. Wow, ozgina jo'nab oldim. Qaranglar, qanchalik daraxt. Hop, bu qanchalik daraxt. Hali hozir mas tushishda o'lmasam like bosasizlar. Like bosinglar, like. Sizning YouTube kanalingiz bor-ku, lekin sifatli dizayner yo'qmi? Unda sizga Alexis'in yordam beradi. Sifatli panel, avatarka va prevyular faqat bizda. Eng muhimi mutlaqo tekin. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Hozir biz uy qurishimiz kerak, obunachilar. Buning uchun bizga ko'proq daraxtlar kerak va bilmadim, endi sirena kalla qachqurun kelib bizni o'yinimizni buza olmasa kerak menimcha. Buzsa endi bilmadim endi. Shuning uchun o'zimizga mos ixchamgina qilishim kerak. Uning uchun men joy tepishim kerak. Joy tekis molan chopaylikmi? Shuni o'rniga qo'yamiz. Obunachilar, nima deysizlar? Xo'p, molan chopaylik. Bizga ancha kerak narsa qoldi. Va biz mana buni ham cho'qiradik. Hamma yoqda bu. Qaroqchi qachqurun tushyapti obunachilar. Tezroq qurish kerak. Chunki nimaga desanglar, yaqin orada kelib qolsa kerak sirena. Omonni biz tashlaylik. Mashagacha bo'ladi uyimiz. Katta ham bo'lib ketdi. No mayli. Xullas, qanchalik qo'yamiz kattaligini boshqa qolmaydimi? Men tuxum nimaniki bilmadim. Xullas, bor ekan-ku. O'zi qanaqa taxtali bu? To'xtanglar, taxta bor ekan. Sirena hali chiqqani yo'q obunachilar. Tezroq qurish kerak. Zombilar ko'paymoqda. Hatto juda ham ko'p qilyapman. Nimagadir shoshilganimdan hayajon. Buni olib tashlaylik. Bo'ldi, buni teparoq qurish kerak tezroq. Sirena hali ko'ringani yo'q. Hozircha yaxshi, xullas, yaxshi sirena yo'qligi hozircha yaxshi. Chunki tezroq qurib olamiz va biz 64 dan zufasi ketib qolyapti nimagadir. Zombi yo'q. Bo'ldi.
teparoq qolish hech qasimsiz chiqa olmaydi. Mana yerda to'tilar yuryapti, to'tilar. Hamma yoqda zombi. Hali sirena ko'ringani yo'q, obunachilar. Ko'ringani yo'q. Yaxshi. Mana buni chopsa bo'ladi. Yani chopalik bor. Ko'paytiramiz. Yani hatto ketdim. Mayli. Hozir pastga tushib olgandagi hammasini o'g'irlayman. Yo'q. Tezroq chiq. Qani sirena, hali hamma yoq zombi. O'zi zombi bitta shedi. Kichkina zombini qaranglar. Xohlagan. Creeperda qo'rqib ketdim. Nimalar qilyapsan ey? Ana zombi ko'paytirib. To'xtanglar, bundoq qilsam bo'ladi-yu. Shuni qilaman-da. Qaranglar. Bitta bossam bo'ldi. Hammasi mazasi qochadi. Kayf qilinglar, ukajonlar. Chunki men bilan o'ynash kerak emas edi. Kayf qil, ukajon. Qo'liga ushlayaptimi? Bicha. Pakkanma. Çok güzel oldu. Kayf qil. Qochsangchi. Buncha sekin oladi bu. Hammasida joni ko'pmi yoki? Zaybal. Mana pishirlasa creeperda qo'rqib ketaman. Hatto juda ham ko'p qilyapman nimagadir. Qolmadim. Yaxshi 64 ta bor ekan bizda. Shu 64 tasini olsamizda bo'ldi. Ketadi. Bol 64 ta bo'ldi. Yetdi. Bemalol yetsa kerak, menimcha yetmasa yana ochamiz tepadan. Tezroq qilish kerak. Bo'ldi. Blin. Bemalol yetar ekan. Ana bu teshik. Eshik qani bu yerda? Voy blin. Zaybal bala. Eshikda qo'yish unutdim eshikni. Eshikni qayerdan qilamiz? Mana shu yerda qilsam bo'ladi. Mana kichkina eshik bo'lib turaversin hozircha. Xo'p, mana kerak obunachilar. Как раз. Çok bo'ldi. Hozir biz nima yasasamiz bo'ladi? Nima qilsamiz bo'ladi obunachilar? Bizga tosh kerak. Tosh bor ekan, lekin kam ekan. Mana bundan ikkita ekan. Mana bittasini qo'yamiz. Bizga ko'mir kerak. Ko'mir bilan tosh kerak. Kelat chaladi. Hali sirena hali ko'ringani yo'q. Nimaligini bilmayman hali. To'xtaylar, men tepasini yopishim kerak. Chunki divan ham yo'q. Eng qizig'i divan ham yo'q bu yerda. To'xtaylar, hozir kreativga o'tib bitta divan olishim kerak yoki
qo'ydan topib o'ldirishim kerak. Obunachilar, nimaga desanglar hozir shuni sirena kelib qolsa, o'ldirib qo'ysa, men boshqa yerdan paydo bo'laman. Bu ularni yo'qotib qo'yaman hammasini. Shuning uchun mana qo'y kerak. Tarvuz. Wow! Juda ham ko'p berdi. Ovqatda endi muammoyimiz yo'q, vaqti. Chunki ovqat juda ham yetarli bo'ldi. To'xtaylar, sirena olib kelgani nimaga kelmadi bilmayman. Yana bitta. To'xta. Bo'ldi. Nechta kerak edi divan qurish uchun? To'xtalar ko'ramiz. Xo'p. Divan qurishimiz uchun bo'ldi, yetar ekan, Yetar ekan. Buni xo'p, mana bularga bosib qo'yaylik, yana bo'lib qolmasimizdan avval. Bu yerga eshik qurish kerak. Eshik qurish uchun nimalar kerak? Uncha bilmaganim uchun ancha esimdan chiqib qolibdi, jigarlar. Mana bu yerga sandig'imiz. Bularga kerak. Larimizni chop qo'yaylik. Mana bu tuxumni bilmadim nimaligini hozir asirroq hammasini sinab ko'ramiz. Xo'p, ketishmoqda. Biza nima qilmoqchi edik? Xo'p. Eshik 3 ta berdi. Mayli, bitta bo'ladi. Bo'ldi, okey, yaxshi. Eshik ham. Bizda sirena kelishini kutishimiz kerak va sirena bilan adin jang qilamiz. Qanday chiroyli joy deb qo'yganmiz. Tepaga chiqish kerak, obunachilar. Kelar, chopamizmi? Chopaylik-da. Bo'lmas ekan. To'xtaylar, mana hisoblarimni tepaga chiqib ko'ramiz. Bo'lmas ekan. Nima qilamiz? Chopib tushamiz. Mana eng kichigiga chiqib qolibmiz o'zi ham. Nega ko'rinmayapti sirena? Qayerdasan? Hech qayerda yo'q obunachilar sirena. What the fuck? Hamon ovozi ham kelmaydi, to'xtanglar. Hozir bitta narsa qilamiz. Mana bu tuxumni sinab ko'rish kerak. Bu tuxum nimaniki ekan? Biz bilmaymiz. Xo'p, buni bu yerda sinamaylik. Yaxshirog'i sal uzoqroqda sinasamiz ham bo'ladi. Mana bu yerda sinasamiz nima bo'ladi? What the fuck? Yo'q, qoch. No. Sirena ekan. Qoch kelyapti. Bikin. Ovqat yeyolish kerak. Obunachilar, sirena ekan u. Sirenaning narsasi ekan, tuxumi ekan. Qani o'zi. What the fuck? Keldi. Qani. Yo'qoldimi? Mana. What the fuck? Voy. Obunachilar, oldimizda turyapti bu. Sirena. What the fuck? Biza chiqib ko'raylik. O'ldirishga harakat qilamiz. Mana u. Turishini qaranglar buni. To'xtanglar hozir. Bir marta
Ertalab qilaylikda. Uni yuzini ko'rib olamiz. Hali yuzini umuman ko'rganim yo'q. Shuning uchun biz mana bundan foydalanamiz. What the fuck is this, bro? Men o'zim ham bilmayman to'g'risiga. Ay, yo'q. Xuya себе. Yaxshi uyimga hech narsa bo'lmadi, yomasa hozir uysiz qolgan bo'lar edim. Agar videomiz 100 ta like yig'sa, buni ikkinchi qismini albatta olamiz. Agar sizlarga yoqsa, shuning uchun tezroq like bosib qo'yinglar. Qo'rqqandan qo'ylayapti, loh tutolmayman. Lo'qligini bilaman. Kim uryapti? Sen hali. Mana boya ta'mir rosa. Ikkinchi qism chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib, like